Assalomu alaykum Buxoro Jitur obunachilari. Bugun biz sizlarga barcha turdagi modellarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rib turgan modelingiz T2 modeli bo'lib, bu modelimiz eng full komplektatsiyada hisoblanadi. Ya'ni moshinamizning bugungi kundagi narxi 512 millionda. Bu modelimiz uchun to'lov tartiblarini alohida tushuntirib o'taman. Xo'p, T2 modelimiz uchun bizda boshlang'ich 50% to'lovlar bilan rassrochka variantlarimiz ham mavjud. Ya'ni rassrochka foizlarsiz, hech qanday pengalarsiz bo'lab to'lash 1 yildan, ya'ni 18 oygacha, ya'ni 12 oydan 18 oygacha bo'lgan muddat davomida hech qanday foizlarsiz moshinani o'zini xuddi tan narxi, ya'ni ana shu narxlarni bo'lib to'lashga olishingiz mumkin. Undan tashqari biz sizlarga T2 modellarimiz haqida avtokreditlarimiz ham mavjudligini aytib o'tmoqchimiz. Ya'ni avtokreditlar uchun bizda bugungi kunda eng kam to'lovimizda 25% передоплата. Bundan tashqari T2 modellarimiz uchun 5 yillik kreditlarimiz ham mavjud. Ya'ni boshlang'ich to'lovni 25% ni aplata qilasiz, ya'ni to'lov qilasiz. Qolgani esa 60 oyga foizlar orqali to'lovga beriladi. Ya'ni moshinamizni eng kam to'lov miqdori 128 million bilan 5 yillik avtokredit evaziga olishingiz ham mumkin. Aynan bugungi kunda ko'rib turgan T2 modellarimiz uchun bizning avtosalonimiz, ya'ni Jitur Buxoro avtosalonida imtiyozli tarzda juda ham past foizlar orqali kreditlarimiz ham mavjud. Imtiyozli kredit deb aytib, imtiyozli kreditlarni ham sizga alohida tushuntirib o'tamiz. Imtiyozli kreditlarimiz uchun aziz obunachilarimiz alohida e'tibor bering. Imtiyozli kreditlar juda ham kam, ya'ni past foizlarda. Bizning avtosalonimizda eng yuqori foizlarimiz 20%. Ya'ni moshina to'lovini xohlang 25% boshlang'ich to'lovni qiling. 1 yil muddat davomida foizlarsiz bo'lib to'lashga oling. Hech qanday pengalarsiz, foizlarsiz. Xohlang 25% to'lovlar bilan moshinamizni eng past imtiyozli foizlar orqali kredit, ya'ni avtokredit rasmiylashtirib olib ketishingiz ham mumkin. Bizning T2 modellarimizning birinchi komplektatsiyasida xohlasangiz 3 yillik muddat davomigacha foizlarsiz bo'lib to'lashga ham rasmiylashtirib beryapmiz. Obunachilar e'tibor bering, 3 yilgacha. Undan tashqari eng kam foizlarda 2% dan boshlangan holatda avtokreditlarimiz ham mavjud. Bunaqa foiz boshqa hech qaysi avtosalonlarimizda bo'lmasa kerak. Sizlar buni juda ham yaxshi bilasizlar. T2 modellarimiz uchun bugungi kunda biz chiroyli bonuslar qilib beryapmiz. Ya'ni qanaqa bonuslar, qanday sovg'alar obunachilarimiz? Zashitning setkalari, undan tashqari poliklari, sizga yana bonus sifatida polniy tonirovka ham qilib beramiz. Aytgancha, Jitur T2 modellarimiz 2026-yil, ya'ni yangi versiya holatida chiqarilgani faqatgina Jitur Buxoro avtosalonlarida bor. Esingizdan chiqmasin, barcha avtosalonlardan, boshqa viloyatlardan so'rab ko'rishingiz ham mumkin. Faqatgina Jitur T2 modellarimizni yangi versiya holatini, 2026-yildagi kuzov holati o'zgarishlari, hamma yangi versiyalari faqatgina Jitur Buxoroda mavjud. Endilikda sotuv bo'yicha 2025-yil topga chiqqan modelimiz, ya'ni 7 mestali oilaviy crossover modelimiz X70 Premium Plus modellarimiz haqida gapirib o'tamiz. Ko'rib turganingizda 7 mestali mashina bo'lib, ixchamgina 7 mestali 360 gradus kameralari, panoramalari o'zida mavjud. Ko'rib turgan bu modellaringiz uchun bizning avtosalonimizda chegirma narxlar orqali, chegirma foizlar orqali avtokreditlarimiz ham mavjud. Yana kamida mashinamiz uchun 50% to'lovni qilib bersangiz agar, qolgan to'lovlarni 1 yil muddatgacha foizlarsiz bo'lib to'lashga ham rasmiylashtirib berishimiz mumkin. Bu modellarimizning 3 xil komplektatsiyasi mavjud. Ya'ni 3 xil komplektatsiyadan 2 va 3 pozitsiyalarimizda rassrochka, hech qanday penyalarsiz, to'lovlarsiz, ortiqcha foizlar faqatgina o'zini narxini bo'lib to'lashga xarid qilib olishingiz mumkin. Oilaviy 7 kishilik mashinalarimiz uchun albatta yana aytib o'tilganidek, barok, tonirovka, zashitniy setkalari va poliklarimizni sovg'a sifatida taqdim etamiz. Esingizdan chiqmasin. Juda ham ko'pchilik mijozlarimiz uchun doimiy faqat bir xil savollari bo'ladi. Ya'ni 12 oylik rassrochka, yili kam, yilini uzaytirib bera olasizlarmi? Yoki bo'lmasam yilida yana ortiqcha foizlarsiz qo'shib bera olasizlarmi degan savollari bo'ladi. Bunday savollaringizga javob qarang, aziz mijozlar. Esingizdan chiqmasin, 50% to'lovni qilganingizda faqatgina rassrochka uchun 1 yillik foizlarsiz bo'lib to'lash, ya'ni undan tashqari qolgan yillarida juda ham kam foizlar orqali sizga
chiroyli kelishilgan holatda avtokreditlar ham qilib berishimiz mumkin. Bu uchun o'zim sizga grafiklarni ham hisoblab beraman. Masalan, ana shu X70 modelimiz uchun 50% to'lovi keling sizga 159 million bo'lyapti, boshlang'ich to'lovda. 159 million to'lovni qilganingizdan keyin qolgani sizga har bir yilda foizlarsiz bo'lib to'lashga 13 milliondan chiqyapti. Bu to'lov har kimni ham har oylik to'loviga to'g'ri kelmaydi. Shuni hisobiga 5 yillik avtokredit uchun 20% qilgan holatda har bir oylik to'lovlari 3,5 million, 4 milliondan chiqadi. Oddiygina bitta Gentra'ni o'zini ham olsak, J modellarimiz uchun ularda ham oylik to'lov 4 million, 4,5 milliondan chiqadi. Siz 3,5-4 millionga inomarka 7 mestali, ya'ni 7 kishilik oilaviy crossover moshina minganingiz yaxshi emasmi, obunachilar? Undan tashqari, eng kam to'lovda bizning mashinalarimiz uchun 25% oldindan to'lov, qolgani esa past miqdordagi foizlar orqali 5 yillik avtokredit ham bizlarda mavjud. E'tibor bering, eng kam to'lovlarimiz 25% dan boshlanadi. Bu aynan shu Jetur X70 modellarimizda 70 million summani, ya'ni boshlang'ich to'lovda 70 million predoplata qilgan holatda bemalol mashina rasmiylashtirib olib chiqib ketishingiz ham mavjud. Har oylik to'lovlarimiz esa 5,5-6 milliondan sizga chiqadi. Hech qanday oylik ish haqilarsiz, kafillarsiz bemalol bitta pasport evaziga rasmiylashtirib olib chiqishingiz mumkin. Bizda bugungi kunda yangi chiqqan X50 5 kishilik crossover mashinamiz ham bor. Shu model bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turgan X50 modelimiz 360 gradus kamera, bilyadeviy optikalar, yana kamida 18 dyumli diska balonlar bilan tashqi tomondan jihozlangan. Mashinamiz jemchug rangda. E'tibor bering, ichki tomon dizaynlarida kojani salon, multimedia rul, elektropaket sideniya, голосовой управление, ikki xil rejimda mashina boshqaruv tizimlari, undan tashqari mashinaning обогревный sideniya, kamida orqa sideniyalarida ham обогрев sideniyalari mavjud. Lyuklarimiz ham o'zida mavjud. Ko'rib turgan bu modelimiz crossover, ya'ni 5 kishilik oilaviy mashina bo'lib, ixchamgina, qulay. Agarda ayollaringiz uchun sovg'aga olib bermoqchi bo'lsangiz ham juda ham qulay, ixchamgina mashina. Ushbu avtomashinamiz rasxodlarga keladigan bo'lsak, shahar ichida 7 litr rasxod qiladi, shahardan tashqari dalniy yo'lda esa 5 litrgacha rasxod qiladi. Ushbu modellarimiz uchun bizda to'lov tartiblari eng kam to'lovda 25% boshlang'ich to'lovlar orqali, qulay imtiyozli foizlar orqali sizga avtokredit rasmiylashtirib beramiz. Agarda sizda yanadan batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin yoki bo'lmasam bizning avtosalonimiz, ya'ni Jetur Buxoro avtosaloniga tashrif buyurishingiz mumkin. Biz sizlarni Jetur Buxoro avtosalonida kutib qolamiz.